Assalomu alaykum obunachilar. Kech bo'lishiga qaramay, Xudo xolasa Samarqandga yo'l olgan edik. Angliya shahrida akamiz murojaat qilgan edi, mana soat millari. Angliya Dukensoy mahallasi. Angliyaning qayeri? Dukensoy mahallasi. Dukensoy mahallasi ekan. Hop, akamizning molini yilini 6 oy bo'lib ishdan chiqqan. Ha, 6 oylar bo'lib qoldi. Qishda bo'ldi, qishda edi. Qishda bo'lsa cho'p bo'ladi-ku. Yo'q, endi erta qishda, noyabrmi, oktyabr. Xudo xolasa yelinimizda, lekin hali ham sut bezlari o'lmagan. Hujumchi bo'lsa mana Mana o'qiyapti. ko'rdingizmi mana? Zardob chiqadi, faqat bular vaqtida muolaja qilmagan. O'shani hisobiga yelinimiz xuddi shunday bo'lib qolgan. Yelinimizda hali ham bor o'sish. Yangi tuqsa, xudo xolasa yelini ochsa bo'ladi. Inshaalloh, inshaalloh. İnşallah doktor. Qancha zardob o'qiyapti? O'zi men sizga aytyapman, Qizaloqning internetda o'zi- ko'rib, sizga telefon qildim. Bo'lmasa siz vodiydan biz Angliyadan qani topamiz? 9 oylik ketgan foyda. Uni orqasidan chiqarib tashadi. Faqat shu tuqqan payti İnşallah Qo'lni mana ochib 3 oylik bo'g'oz xudo xolasa. cho'lli bo'g'oz. Ha, dekabrda nechisida bo'ldi? 19-si edi. 19'a qo'yganmiz. Xudo xolasa tuqqanda bitta ochib ko'rsatib beradi. İnşallah o'zi yana kelar ekan. Joningizni molga soldi. Ochib o'raymi?